Shohjahon 2020-yil avariyaga uchragan, og'ir avariyaga. Oyisi bizaga kelishingizdan oldin qanaqa edi bolangiz holati? Hozir qanaqa natijalar oldingiz? Bolani avvalo og'ir edi. Hamkorlik darajada kelgandik. O'ziniga qaraganda past edi. Tengdoshlariga yetdi, Xudoga shukr. Tonuslari bor edi, aqliy rivojlanishi O'sha orqada. avariyagacha sog'lom bo'lgan, Sog'lom avariyadan keyin edi, o'sha aqli ha. yomonlashdi. Hozir mana ancha tiklandi bola, maktabda yaxshi o'qiyapti-da. O'qiyapti, yozish yaxshi, o'zi borib kelyapti, Xudoga shukr. Bir yil Mustaqil bo'lmadi. o'zidan. Mustaqil o'zi boryapti, o'zi borib kelyapti. She'rlar yodlaydida. O'qiydi. She'rlar ham She'ring ozgina. aytib berasanmi Shohjahon? Yo'q, men bittagina hayal bilmayman valla. Aha, xo'p. Qaysi fanlarni yaxshi ko'rasan? Matematika, Mhm. adabiyot, Aha. ona tili. Хорошо. Вот 5 yil oldin miyani ochiq travmasi bo'lgan bolada, 2 marta operatsiya o'tkazilgan. Shunaqa og'ir diagnozlarda ham, ya'ni bolani holatini yaxshilash, ya'ni hayot sifatini yaxshilash uchun miyani funksiyalarini tiklash mumkin, to'g'ri reabilitatsiya qilinganda.